Agar pensiyangiz bank kartasiga tushsa, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki oxirgi paytlarda ko'pchilik pensionerlar kartamdan pul yecha olmayapman. Bank pul o'tkazmani to'xtatib qo'ydi. Pensiya kartam blok bo'ldi. Bank endi buni taqiqlab qo'yibdi degan muammolarga duch kelyapti. Men bugun shu masalani oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Aslida nima o'zgardi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa bemalol bo'lishi mumkin? Va eng muhimi, pensiya kartangizda muammo chiqmasligi uchun nimalar qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato ham pensioner odamning kartasini vaqtincha cheklab qo'yilishiga sabab bo'lishi mumkin. Kanalga ho'zroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar nafaqat sizga, balki ota-onangiz, qo'shningiz, qarindoshingiz va pensiyasi kartaga tushadigan har bir inson uchun kerak. Avval qanday edi? Oldin ko'pchilik pensionerlar pensiya kartasidan asosan ikkita ish uchun foydalanardi. Pulni bankomatdan yechib olish yoki do'konda karta orqali to'lov qilish. Banklar ham odatda pensiya tushganini ko'radi, odam pulni oladi. Masala shu bilan tugaydi. Lekin hozir vaziyat biroz boshqacha bo'ldi. Bank tizimlarida nazorat kuchaydi. Shubhali operatsiyalar avtomatik aniqlanadigan bo'ldi. Firibgarlik holatlari ko'paygani sababli ayrim pul o'tkazmalari, katta summadagi yechimlar, begona kartalarga ketma-ket pul yuborishlar, kredit yoki qarz bilan bog'liq yechimlar alohida tekshirilishi mumkin. Bu banklar hamma pensionerlarga biror narsani butunlay taqiqladi degani emas. Men buni aniq aytib qo'yaman. Pensiya kartasiga pensiya tushishi, pensionerning o'z pulini yechib olishi yoki kundalik xarid qilish odatda taqiqlanmagan. Lekin banklar ayrim holatlarda operatsiyani to'xtatishi, qo'shimcha tasdiq so'rashi, kartani vaqtincha bloklashi yoki mijozdan bankka kelib ma'lumot berishni talab qilishi mumkin. Odamlar orasida taqiq deb tarqalayotgan gaplarning katta qismi aynan mana shu cheklovlar bilan bog'liq. Nima o'zgardi? Eng katta o'zgarish shuki, banklar endi karta faolligiga ko'proq e'tibor beradi. Masalan, pensionerning kartasiga har oy 1 million 200 ming so'm pensiya tushadi. U odatda pulni bankomatdan yechadi yoki dorixona, bozor, kommunal to'lovlarga ishlatadi. Bu tabiiy holat. Lekin bir kuni shu kartaga begona odamdan 1 million so'm tushsa, keyin u pul darhol boshqa 3-4 kartaga bo'lib yuborilsa, bank tizimi buni oddiy pensiya harakati deb qabul qilmasligi mumkin. Chunki bu firibgarlik, pul yuvish, qarz berish yoki boshqa shubhali sxemaga o'xshab ko'rinadi. Yana bir o'zgarish. Pensionerlarning kartalari firibgarlar uchun nishonga aylanyapti. Firibgarlar ko'pincha yosh katta odamlarni aldab, kodingizni ayting, kartangizga yordam puli tushiramiz, pensiyangiz oshadi. Bankdan tekshiruv bo'lyapti deb karta ma'lumotlarini olib qo'yishadi. Banklar bunday holatlar ko'paygani uchun xavfsizlik choralarini kuchaytiryapti. Shu sababli ba'zi operatsiyalar odatdagidan ko'proq tekshiruvga tushadi. Men birinchi navbatda shuni tushuntiraman. Pensiya kartasi bu oddiy bank kartasi. Lekin unga ijtimoiy to'lov, ya'ni pensiya tushgani uchun ayrim holatlarda ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerak. Agar karta faqat pensiyani olish, do'konda to'lov qilish, kommunal xizmatlarni to'lash, dorixona va oziq-ovqat xaridi uchun ishlatilsa, odatda hech qanday muammo bo'lmaydi. Muammo ko'pincha karta pensionerning o'z ehtiyojidan tashqari, boshqa odamlarning pul aylantirish vositasiga aylanganda boshlanadi. Masalan, birinchi holat. Onaxonning pensiyasi oyga 1 million 500 ming so'm. O'g'li unga, "Ona, kartangizga ishxonadan pul tushadi. Keyin menga o'tkazib berasiz" deydi. Kartaga birdan 8 million so'm tushadi. Onaxon shu pulni darhol o'g'lining kartasiga yuboradi. Bir marta bo'lsa, bank bunga alohida e'tibor bermasligi mumkin. Lekin bu holat har oy takrorlansa, pensioner kartasi orqali boshqa odamning daromadi aylanayotgan bo'lib ko'rinadi. Bank savol berishi mumkin. Bu pul nima uchun tushyapti? Kim yuboryapti? Nima sababdan darhol boshqa kartaga ketmoqda? Agar tushuntirish bo'lmasa, operatsiya cheklanishi mumkin. Ikkinchi holat. Otaxonning kartasiga pensiya tushadi. Bir kuni unga telefon qilishadi va sizga kompensatsiya beriladi. Kartangizga 20 million so'm tushadi. Faqat keyin 5 millionni qaytarib yuborasiz deyishadi. Otaxon ishonadi. Pul tushadi, u aytilgan kartaga pul yuboradi. Keyin ma'lum bo'ladiki, bu pul boshqa birovning aldangan pulidir. Bank va huquqni muhofaza qiluvchi organlar bunday operatsiyani tekshirishi mumkin. Otaxon aslida firibgar emas, lekin kartasi firibgarlik zanjirida ishlatilgan bo'lib qoladi.
Mana shunday vaziyatlarda karta bloklanishi, bank hisob varag'i bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. Uchinchi holat. Pensioner bankdan kichik kredit olgan. Pensiya kartasiga pul tushgan zahoti bank kredit to'lovini avtomatik ushlab qolmoqda. Odam bank pensiyamni berishni taqiqladi deb o'ylaydi. Aslida bu boshqa masala. Agar kredit shartnomasida avtomatik yechimga rozilik berilgan bo'lsa, bank qarzni belgilangan tartibda ushlab qolishi mumkin. Lekin bu yerda ham hamma narsani tekshirish kerak. Qancha ushlab qolinyapti? Shartnomada nima yozilgan? Qarzdorlik qancha, jarima va foizlar qanday hisoblangan? Ba'zan odam shartnomani o'qimasdan imzo qo'yadi. Keyin pensiyadan katta qismi yechilganda hayron qoladi. 4-holat. Pensioner kartasidan har kuni 2 million, 3 million, 5 million so'mdan naqd pul yechishga urinadi. Agar kartaga tushgan mablag' faqat pensiya bo'lsa, bunday katta harakatlar kam uchraydi. Bankomat limiti, bankning ichki xavfsizlik qoidalari yoki naqd pul limiti sababli operatsiya o'tmasligi mumkin. Bu ham doimiy taqiq degani emas. Ba'zan bank ilovasida limitni o'zgartirish, bank filialiga borib shaxsni tasdiqlash yoki pulni kassadan olish kerak bo'ladi. Men pensionerlarga shuni aytaman: agar sizning kartangizdan faqat o'zingiz foydalanayotgan bo'lsangiz, SMS kodlarini hech kimga aytmasangiz, begona odamlar pulini kartangizdan aylantirmasangiz, pensiya tushgandan keyin odatdagi ehtiyojlaringizga ishlatsangiz, xavotirga katta sabab yo'q. Lekin quyidagi holatlar bo'lsa, ehtiyot bo'lish kerak. Agar kartangizga pensiyadan tashqari tez katta summalar tushsa, bank savol berishi mumkin. Katta summa deganda har doim bir xil raqamni nazarda tutmayman. Kimdir uchun 3 million so'm katta bo'lishi mumkin. Kimdir uchun 20 million. Muhimi, sizning odatiy karta harakatingizga mos kelmaydigan operatsiyalar ko'paysa, tizim buni sezadi. Masalan, har oy 20 million, 300 ming so'm pensiya oladigan odamning kartasiga bir oy ichida 60 million so'm kirib, 39 million so'm chiqib ketsa, bu oddiy hayotiy xarajatga o'xshamaydi. Agar sizning kartangizdan qarindoshlar, qo'shnilar yoki tanishlar doimiy foydalanayotgan bo'lsa, bu ham xavfli. Ko'p joyda ammo kartangizni berib turing, internet to'lov qilaman. Dada, kartangizga pul tushirib turaman. Bu kartangizni nomimga ishlatib turay degan holatlar bor. Men buni tavsiya qilmayman. Karta egasi siz bo'lsangiz, undagi harakatlar uchun birinchi navbatda sizdan izoh so'raladi. Buni nabiram qilgan. Men bilmayman. Telefon o'g'limda edi degan gap keyin muammoni darhol hal qilib bermaydi. Agar telefoningizga kelgan kodlarni boshqalarga aytsangiz, eng katta xavf shu. Bank xodimi ham, pensiya bo'limi ham, soliq xodimi ham, ijtimoiy yordam beruvchi tashkilot ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Kod bu kalit. Uni aytsangiz, firibgarlar kartangizdagi pulni yechishi, kredit rasmiylashtirishi, ilovaga kirishi, hatto kartani boshqa telefon raqamiga bog'lashga urinishi mumkin. Agar siz pensiyangizni olasiz, oyiga 1-2 marta bankomatdan pul yechasiz, dorixonada to'laysiz, oziq-ovqat olasiz, kommunal to'lov qilasiz, bolalaringizga ozroq pul o'tkazasiz, bunda odatda muammo bo'lmaydi. Masalan, pensioni oyiga 1 million 800 ming so'm oladi. 800 ming so'mini bankomatdan yechadi, 300 ming so'mini dorixonaga ishlatadi. 200 ming so'mini elektr va gazga to'laydi. 300 ming so'mini qizga yuboradi. Bu hayotiy va tushunarli harakat. Yoki pensionerning farzandi chet eldan har oy 2 million so'm yuboradi. Bu ham muammo degani emas. Faqat pul kelib tushib manbasi tushunarli bo'lsa, doimiy va izohli bo'lsa, bank savol bersa ham javob berish oson. Masalan, bu o'g'limdan yordam puli har oy yuboradi deb aytasiz. Agar kerak bo'lsa, pul o'tkazmasi cheki, ilova tarixi, o'g'il yoki qiz bilan qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar yordam beradi. Yana bir misol, pensioner uyini ijaraga bergan va ijara puli kartaga tushadi. Bu ham mumkin. Lekin bu yerda huquqiy tomoni to'g'ri bo'lishi kerak. Ijara shartnomasi tuzilgan bo'lsa, to'lovlar izoh bilan kelib tushsa, bank yoki boshqa organ savol berganda tushuntirish oson bo'ladi. Muammo pul kelganda emas, pulning manbasi noma'lum, izohi yo'q va harakatlar shubhali bo'lganda. Endi eng ko'p adashtiradigan nozik masalalarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Pensiya kartasini kredit kartasi yoki qarz to'lash vositasi sifatida ishlatish. Agar pensioner bankdan kredit olgan bo'lsa, bank pensiya tushadigan kartadan avtomatik yechim qilishi mumkinmi? Bu savolga javob shartnomaga bog'liq. Agar siz kredit olayotganda to'lovlar kartadan avtomatik yechilsin degan bankka rozilik bergan bo'lsangiz, bank belgilangan summa va jadval asosida yechadi. Lekin bank istaganicha.
tushgan pulning hammasini asossiz olib qo'yishi kerak degani emas. Har bir yechim shartnoma qarzdorlik va qonuniy tartibga mos bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat. Aliment, qarzdorlik ijro hujjatlari. Ba'zan pensionerning kartasidan pul ushlanadi va u buni bankning yangi taqiqi deb o'ylaydi. Aslida sud qarori ijro hujjati soliq qarzdorligi yoki boshqa majburiy undirish bo'lishi mumkin. Bunday paytda bank faqat ijro hujjatini bajarayotgan bo'lishi ehtimoli bor. Demak, bankdan pul nima asosda ushlangan deb yozma ma'lumot so'rash kerak. Agar ijro byurosi yoki boshqa tashkilot qarori bo'lsa, o'sha tashkilotga murojaat qilish kerak bo'ladi. Uchinchi nozik jihat kartaning amal qilish muddati. Ba'zi pensionerlar karta ishlamoqda bank taqiqladi deb o'ylaydi. Aslida karta muddati tugagan. PIN kod 3 marta noto'g'ri kiritilgan. Karta bankomatda xavfsizlik sababli ushlab qolingan yoki karta magnit qismi ishlamay qolgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda masala oddiy. Bankka pasport bilan borib, kartani qayta chiqarish yoki ilova orqali yangi karta buyurtma qilish kerak. 4-nozik jihat bank ilovasidagi limitlar. Hozir banklar xavfsizlik uchun kunlik va oylik o'tkazma limitlarini qo'yadi. Masalan, bir kunda 5 million so'mdan ortiq o'tkazma qilmoqchisiz, lekin ilova ruxsat bermaydi. Bu sizning pensiyangiz taqiqlanganini anglatmaydi. Bu limit bo'lishi mumkin. Limitni oshirish uchun shaxsni tasdiqlash, bankka murojaat qilish yoki ilovadagi so'zlamalarni tekshirish kerak. Lekin men pensionerlarga limitlarni haddan tashqari baland qilib qo'yishni tavsiya qilmayman. Chunki telefon qo'lga tushsa, zarar ham katta bo'ladi. 5-nozik jihat. Boshqa odamning kartasiga pensiya tushirish. Pensiya odatda pensionerning o'z nomidagi hisobvaraqda yoki belgilangan tartibdagi vakillik asosida rasmiylashtirilgan hisobga tushadi. Agar kimdir pensiyangizni mening kartamga tushirib qo'yamiz desa, juda ehtiyot bo'ling. Har qanday o'zgarish rasmiy tartibda pensiya organi yoki vakolatli tashkilot orqali qilinishi kerak. Og'zaki kelishuv. Telefon orqali aytilgan va'da notanish odamning maslahati bilan karta ma'lumotlarini berish mumkin emas. 6-nozik jihat ishonch o'tma. Ba'zi pensionerlar yura olmaydi, bankka bora olmaydi, telefon ishlata olmaydi. Bunday holatda farzandi yoki yaqin qarindoshi yordam berishi tabiiy. Lekin hammasi rasmiy bo'lishi kerak. Agar doimiy ravishda boshqa odam pulni olib beradigan bo'lsa, notarial ishonchnoma yoki bank talab qiladigan boshqa rasmiy hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Aks holda bank xodimi nega karta egasi o'zi kelmagan deb savol beradi. Bu esa xavfsizlik talabi. Endi eng muhim qism. Pensioner odam va uning yaqinlari hozir nima qilishi kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, kartangiz faqat o'zingizda bo'lsin. Kartani qo'shniga, tanishga, hatto uzoq qarindoshga berib yubormang. Agar farzandingiz yordam berayotgan bo'lsa ham, karta va telefon xavfsizligi haqida aniq kelishib oling. Telefon raqami sizning nomingizda bo'lsin. Bank SMS xabarlari kimning telefoniga kelayotganini tekshiring. Ko'p muammo aynan SMS boshqa odamning telefoniga bo'lgani uchun paydo bo'ladi. Ikkinchi qadam, SMS kod, PIN kod va ilova parolini hech kimga aytmang. Men buni har safar takrorlayman, chunki eng ko'p zarar shu yerdan boshlanadi. Bank xodimi sizdan kod so'rasa ham, bu shubhali. Haqiqiy bank xodimi sizning shaxsingizni boshqa usullar bilan tekshiradi. Lekin kartangizni boshqaradigan kodni so'ramaydi. Agar kimdir qo'ng'iroq qilib, kartangiz blok bo'ladi. Kodni ayting desa, gapni tugating va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 3-qadam, kartangizga begona pul qabul qilmang. Faqat bir marta tushirib olaylik. Sizga hech narsa bo'lmaydi, foiz beramiz. Kartangiz bo'sh turibdi degan gaplarga ishonmang. Pensioner kartasi orqali begona pul aylanishi keyinchalik katta muammoga olib kelishi mumkin. Ayniqsa pul tushib, darhol boshqa kartaga chiqib ketsa, bu shubhali ko'rinadi. Agar sizga qarindoshingiz yordam puli yuborsa, izohli qilib yuborsin. Masalan, oyimga yordam, otamga dori uchun, oila xarajatlari uchun. Izoh hamma muammoni hal qilmaydi. Lekin operatsiyaning mazmunini tushuntirishga yordam beradi. 4-qadam, bankdan yozma tushuntirish so'rang. Agar kartangiz blok bo'lsa yoki pul ushlangan bo'lsa, faqat og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Bank filialiga pasport bilan boring va kartam nima sababdan cheklangan? Qaysi operatsiya bo'yicha savol bor? Pul nima asosda ushlangan? Cheklovni olib tashlash uchun qanday hujjat kerak deb so'rang. Imkon bo'lsa, ariza yozing va ro'yxatdan o'tkazilgan nusxasini oling.
Og'zaki javob bugun boshqacha, ertaga boshqacha bo'lishi mumkin. Yozma javob esa keyingi murojaatlar uchun asos bo'ladi. 5-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda pensionerga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, karta bo'yicha bank shartnomasi, kredit bo'lsa kredit shartnomasi, pul o'tkazmasi bo'yicha chek yoki ilova skrinlari. Qarindosh yuborgan pul bo'lsa, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar ijro hujjati bo'yicha pul ushlangan bo'lsa, ijro byurosidan qaror nusxasini so'rash kerak. 6-qadam. Kredit masalasini alohida tekshiring. Agar pensiyangizdan kredit yechib qolinayotgan bo'lsa, bankdan to'lov jadvalini, qolgan qarzdorlikni, jarima va foizlar hisob-kitobini so'rang. Ba'zan odam oyma-oy to'layotganini biladi. Lekin jarimalar yoki qo'shimcha xizmatlar sabab qarz kamaymayotgandek ko'rinadi. Shartnomani ko'rib chiqing. Agar tushunmasangiz, farzandingiz yurist yoki bankdagi mas'ul xodimdan bandma-band tushuntirishni so'rang. Hech qachon mayli, yechaversin deb qo'ymang. Chunki pensiya oilaning asosiy daromadi bo'lishi mumkin. 7-qadam. Bank ilovasini tekshiring, lekin ehtiyotkorlik bilan. Ilovada karta bloklanganmi? Limitlar qanday? Avtomatik to'lovlar ulanganmi? Begona qurilmalar kirganmi? Bularni tekshirish kerak. Agar telefon ishlatishni bilmasangiz, ishonchli yaqin odamingiz bilan bank filialiga borib, xodim yordamida sozlamalarni ko'ring. Begona odamga telefonni berib, ilovani sozlab bering demang. U parollarni ko'rib olishi yoki o'z qurilmasini ulab qo'yishi mumkin. 8-qadam. Shubhali qo'ng'iroqlarni yozib boring. Kim qo'ng'iroq qildi? Qaysi raqamdan? Nima dedi? Qanday kod so'radi? Qaysi kartaga pul yuborishni aytdi? Hammasini yozib qo'ying. Agar pul ketgan bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qiling. Kartani blok qildiring va ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Vaqt juda muhim. Ba'zan birinchi soatlarda operatsiyani to'xtatish yoki izini aniqlash imkoniyati ko'proq bo'ladi. 9-qadam. Pensiya tushadigan kartani asosiy xavfsiz karta sifatida saqlang. Men pensionerlarga maslahat beraman. Pensiya kartangizni internetdagi noma'lum saytlarga ulamang. Tasodifiy lotereya, sovrin, yordam puli, ro'yxatdan o'tish degan joylarga karta raqamini kiritmang. Agar onlayn xarid qilish kerak bo'lsa, alohida kichik summa saqlanadigan karta ishlatish mumkin. Pensiya kartasida esa asosiy mablag' tursin. U ortiqcha xavfga qo'yilmasin. 10-qadam. Oilada moliyaviy tartib o'rnating. Farzandlar ota-onasiga tushuntirsin. Hech kimga kod aytilmaydi. Hech kimga karta berilmaydi. Begona pul qabul qilinmaydi. Katta operatsiya bo'lsa, oldin maslahat qilinadi. Bu ishonchsizlik emas, bu himoya. Chunki firibgarlar aynan mehribon, ishonuvchan, yordam berishga tayyor odamlarni nishonga oladi. Yana bir muhim maslahat, agar bank sizga kelib shaxsingizni tasdiqlang desa, bundan qo'rqmang. Bu har doim yomon narsa degani emas. Ba'zan bank shunchaki xavfsizlik uchun mijozni ko'rishi, hujjatni yangilashi, telefon raqamini tasdiqlashi kerak bo'ladi. Ayniqsa karta eski bo'lsa, hujjat muddati o'zgargan bo'lsa, ID karta yangilangan bo'lsa yoki uzoq vaqt karta ishlatilmagan bo'lsa, bank qo'shimcha tekshiruv so'rashi mumkin. Agar pensioner yura olmasa, bankka oldindan qo'ng'iroq qilib qanday tartib borligini so'rash kerak. Ba'zi hollarda ishonchnoma vakil orqali xizmat uyga chiqib yoki maxsus tartib bo'lishi mumkin. Har bir bankning ichki qoidasi farq qiladi. Shuning uchun aniq javobni aynan o'zingiz xizmat olayotgan bankdan olish kerak. Demak, bugungi asosiy fikr shunday. Pensiya kartasiga pensiya tushishi va pensionerning o'z pulidan foydalanishi odatda taqiqlangan emas. Lekin banklar shubhali operatsiyalarni, begona pul aylanishini, katta va tushunarsiz o'tkazmalarni, firibgarlik xavfini va qarzdorlik bilan bog'liq yechimlarni ko'proq nazorat qilmoqda. Shuning uchun banklar pensionerlarga buni taqiqladi degan gapni eshitsangiz, avvalo vaziyatni aniqlang. Gap karta bloklanishdami, limitdami? Kredit yechimida, ijro hujjatidami yoki shubhali pul o'tkazmasidami? Men sizga eng muhim qoidani yana bir bor aytaman. Kartangizni begonalarga bermang, SMS kodni hech kimga aytmang. Pensiya kartangiz orqali boshqa odamlarning pulini aylantirmang. Bankdan har doim yozma tushuntirish so'rang va hujjatlarni tartibli saqlang. Shunda ko'p muammolarning oldini olasiz. Izohlarda yozing. Sizda yoki tanishlaringizda pensiya kartasi blok bo'lganmi? Bank pulni ushlab qolganmi? Qanday sabab aytilgan? Fikringiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiyasi kartaga tushadigan
yaqinlaringizga albatta yetkazing.